Bu videoda biz sizlar bilan oshqozon va 12 barmoq ichi yara kasalligi, ya'ni yazva haqida gaplashamiz. Uni asl sabablari, organizmga olib keladigan asoratlari, uni qanday diagnostika qilib tekshirish va qanday davolash haqida gaplashamiz. Yazva o'zi nima? Avvalo, yazvani turlarini farqlashimiz kerak. Bizda o'tkir yara kasalligi va surunkali. O'tkir yazvani olsak, bu asosan tashqi omillardan kelib chiqiladigan oshqozon va 12 barmoq ichakdagi yuza shilliq qavatdagi yaralar kiradi. Ko'pincha bosh og'risi yoki boshqa og'riqlar bo'lsa, bizning bemorlarimiz og'riq qoldiradigan yoki bo'lmasam yallig'lanish kamaytiradigan dorilar ichishadi. Bosh og'riq yoki bo'lmasam bel og'riq dorilar ichishadi. Shu dorini och qoringa ichish yoki bo'lmasam biz kontrol ko'p miqdorda ichish, hammasi shilliq qavati zararlab, yallig'lanish chaqirib, oxiri yazvaga olib keladi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil bu stress. Demak, o'tkir stress, bemor stressga tushganda oshqozon va 12 barmoq ichidagi shilliq qavati qon aylanishi sekinlashadi. Qon aylanishi sekinlashgani hisobiga ham yuzaki o'tkir yaralar kelib chiqishi mumkin. Uchinchi sabab bu och qoringa haddan tashqari achchiq taom yoki bo'lmasam haddan tashqari issiq, qaynoq ovqat yoki choylar iste'mol qilish. Bu ham shu shilliq qavatini zararlab o'tkir yazvaga olib kelishi mumkin. Endi surunkali yazvaga kelsak, butun dunyoda olimlar bilan tasdiqlangan xronический язвенный болезнь yoki bo'lmasam yara kasalligini oshqozonda Helicobacter pylori degan bakteriya chaqirish. Helicobakteriyasi o'zi nima? Bu juda ham aqlli bakteriya hisoblanadi, chunki hammamizga ma'lumki, oshqozonimizni ichida kislota. Bu kislota juda kuchli kislota hisoblanadi. Bitta ham bakteriya, bitta ham virus bu kislotada yasholmaydi deb o'rgatishgan bizga, lekin bugungi kunda tasdiqlangan Helicobacter pylori o'sha shilliq qavatga joylashib, o'ziga kislotali kam muhit yaratadi. Yillar davomida u bora-bora shilliq qavati zararlab yaraga olib kelib chuqurlashib, uni surunkali yara kasalligi yoki yazvaga olib keladi. Endi buni simptomlari qanaqa? Nima bezovta qiladi bemorlarni? Oshqozon yarasi bilan 12 barmoq ichi yarasini biz aniq farqlab olishimiz kerak. Birinchidan, oshqozonda yara bo'lsa, asosan og'riqlar ovqatdan kelgan. Yedi-yu oridi. Bu oshqozon yarasi. Undan tashqari kuchli va odamni noxush qiladigan, bezovta qiladigan jig'ildon qaynash. Doimiy jig'ildon qaynash yoki bo'lmasam kekirish, sabab bo'lmasdan ko'ngil aynashlar, hattoki qusishgacha. Bu hammasi oshqozon yara kasalligi. Yana bitta muhim oshqozon yara kasalligini simptomi bor. Bu ba'zida ichi qora kelishi, qop-qora deyishadi. Bu oshqozonni yarasidan chuqur bo'lsa, qon ketib qolish sababi bo'lishi mumkin. Endi oshqozon yarasi haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik. 12 barmoq ichi yarasi haqida gapirib beraman. 12 barmoq ichi yarasi bu oshqozon yarasi teskarisi 180 gradus. 12 barmoq ichi yarasi bo'lganda, yazva bo'lganda, asosan bemorlar och qolganda yoki bo'lsam kechagi tungi uyquda qattiq og'riq sezishadi. Bir luqma non yoki bir yarim piyola iliq sut yoki ovqat yeb olishsa, darrov bu og'riq qoladi. Demak, och qoringa og'riq, ozgina ovqat yeb olgandan keyin og'riq qolishi bu 12 barmoq ichi yazvasidan dalolat. Kechasi tungi uyqu deb nimaga deb savol bersanglar, kechasi asosan bizni qornimiz och bo'ladi. 12 barmoq ichini yazvasini endi o'zi oshqozon yazvasi bilan 12 barmoq ichi yazvasini farqlash simptomlaridan bunchalik oson bo'lmasa-da, ba'zida indamaydigan молчаливый yazva degan holatlar bo'ladi. Bunda og'riq bezovta qilmasligi ham mumkin, no ko'pincha ko'ngil aynash, ovqatni hazm qilmaslik va tez-tez jig'ildon qaynash shu yazvadan dalolat berishi mumkin. Bu yazvani oshqozonni ham 12 barmoq ichini ham yazvani qo'rqinchli taraflari nimada? Bu asoratlari. Boya aytib o'tganimdek, birinchi va eng qo'rqinchli asorati bu yazvadan qon ketish. Ichki organlarimizdan qon ketish qo'rqinchli tarafi, biz qon ketganda darhol sirazu bilmaymiz. Ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha ichimiz ko'rinishi qora rangda kelgandangina bilishimiz mumkin, lekin ungacha ham o'sha 1 litrgacha, 2 litrgacha ham qon yo'qotgan bo'lishimiz mumkin. Bu birinchi asorat. Ikkinchi asorat bu yazva haddan tashqari qurlashib ketganida o'sha organni, oshqozonni yoki 12 barmoq ichini teshib o'tishi. Teshgandan keyin peritonit hosil bo'ladi va hattoki o'limgacha olib kelishi mumkin. Uchinchi asorat bu yazva doimiy ochilib, yopilib, vaqtida davolanmagani hisobiga, muolajalar qilmagani hisobiga shu organni ichki o'tadigan qismini xuddi chandiqqa o'xshab tortib bekitib qo'yishi. Bu bizani ovqat luqmamizni ichakdan o'tmasligiga olib keladi. Demak, ovqat
qilingandan keyin doimiy oshqozonda ovqat turib qolishi va uni qayta qaytib kelishiga olib kelishi. Bu asoratlari haqiqatdan odam qo'rqitadigan asoratlar, lekin shu asoratgacha olib kelmaslik uchun vaqtliroq men bu yazvalarni qayerdan bilsam bo'ladi degan savol agar sizlarni qiziqtirsa, bu diagnostikaga to'g'ri yo'l. Demak, agar sizda tez-tez jig'ildon qaynash, ko'ngil aynash, tushunarsiz ahvolda qorin og'rig'i, doimiy qorin og'rig'i, ovqat yegan ovqat luqmasini qayt qilib tashlash, qusib tashlash yoki ichinglarni qora kelishga o'xshagan shikoyatlar sizlarni bezovta qilsa, darhol gastroenterolog huzuriga, qabuliga kelishinglar kerak. Qanaqa tekshiruvdan o'tamiz degan savolga, bu eng asosiy zolotoy standart butun dunyo bo'yicha bizani oshqozon va ichagimizni ichini ko'rib beradigan asosiy va yagona tekshiruv bu FGDS, ya'ni zond yutish. Bu zond yutganimizda biza ichki o'sha yazvani asorati bormi yoki yo'qmi, chuqurligi darajasi, yazva ko'p bo'lsa nechta yazva, qonash bormi yoki yo'qmi, o'shani ko'ramiz. Shilliq qavatini holatini ham ko'ramiz FGDSda. Ikkinchi tekshiruv usuli bu profilaktik Helicobacter pyloriga qon yoki axlat topshirish. Bu juda ham oson analiz, bir kunda chiqadigan analiz. Agar Helicobacter pylori chiqsa, u davolanadi, chiqmasa xotirjam demak sizda yazva hosil bo'lmaydi, xotirjam yurasizlar. Yana bir tekshiruv bu umumiy qon tahlillari va qorin bo'shliq uzisi o'tish darkor. Bu ham bizaga ichki organlardagi asosiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Demak, bu tekshiruvdan o'tganimizdan keyin shifokorda bizada bir aniq diagnoz paydo bo'ladi va shu aniq diagnozga aniq davo, demak, samara beradi va foyda beradi. Endi bizani davoimiz, bizani qiladigan nazначенияmiz, listimiz birinchi bo'lib nimadan boshlanadi? Bemorda yazva kasalligi bo'lgandan keyin birinchi punkt bu biza gastroenterolog, xususan men dieta tavsiya qilaman. Albatta dieta Pevzner bo'yicha 4 yoki 4A stol. Bunga nimalar mumkin va nimalar mumkin emas. Mumkin emas bo'lgan mahsulotlarga achchiq, sho'r, nordon mahsulotlar, juda ham qaynoq bo'lgan choy va ovqatlar, undan tashqari xamirli ovqat, qovurilgan go'shtlar, demak, og'ir hazm bo'ladigan ovqatlarni cheklaymiz. Undan tashqari konserva va dudlangan mahsulotlarni, qovurilgan baliq, qovurilgan tuxumlarni ham davo paytida to'xtatamiz, mumkin emas. Endi mumkin bo'lgan mahsulotlar bu yengil hazm bo'ladigan, qiyma ko'rinishida qilingan, parda pishirilgan kotlet, tiftilli yoki suyuq ovqatlar. Buni ham har bir xonadonda topsa bo'ladigan bor ovqatlardan foydalansanglar bo'ladi. Bu dieta. Ikkinchidan, обязательно biza rejim. Rejimga nima kiradi? Rejim deganda men ovqatlanish va suyuqlik qabul qilish rejimini nazarda tutaman. Misol uchun, ovqatlanishga bu xuddi bog'chada ovqatlangandek 4-5 mahal mayda-mayda kam-kamdan tez-tez yaxshi oson hazm bo'ladigan ovqatlar. Suyuqlik rejimini deganda bu hech bo'lmasa har soatda bir piyoladan suv yoki sharbat yoki uy sharoitida tayyorlangan kompotlarni iste'mol qilishinglarni tavsiya berib qo'yaman. Analiz va tekshiruv natijalariga asoslangan holda dori-darmonlar yoziladi har bir bemorga individual holda. Endi hamma narsaga itoq kiritilgan holda aytaylik, sizlar Helicobacterga qon topshirdinglar, zond tekshiruvidan o'tdinglar va sizlarda hech narsa chiqmadi, yara kasalligi ham yo'q, Helicobacter pylori ham yo'q. Buni yuqtirib olishini, oshqozon yara, yazva kasalligi bilan kasallanmaslikning oldini qanaqa olaman deb savol bersanglar, meni sizlarga tavsiyam. Helicobacter pylori bu bakteriya. Demak, u yuqadi. Uni yuqtirmaslik uchun birovni qoshig'idan, birovni piyola stakanidan ichmaslikni tavsiya qilaman. Hattoki bir oilada bir qoshiq va bir piyoladan foydalanmasliginglarni tavsiya qilaman. Nimagaki, bir oilada kim bu Helicobacter bilan kasallangan va kim kasallanmagan 100% hech kim kafolat qilmaydi. Demak, o'zingizlar qoshig'inglar, o'zingizlar piyolanglar, o'zingizlar tish cho'tkanglar va shunga o'xshagan anjomlardan foydalanishinglarni tavsiya berib qo'yaman. Bu bir. Ikkinchisi, o'tkir yazvalarni oldini olish uchun kerak emas, tavsiyasiz og'riq qoldiradigan dorilarni ichmanglar. Iltimos, uni sababini topinglar og'riqqa va og'riqqa davolanglar. Shunda og'riq qoldiradigan dori ichishga unaqa keraginglar bo'lmaydi. Uchinchidan, haddan tashqari achchiq taomni yaxshi ko'rib yeydiganlarga, achchiq taomni och qoringa iste'mol qilmasliginglarni tavsiya berib qo'yaman. Achchiqi doim to'q qoringa va kam miqdorda. Undan tashqari, haddan tashqari issiq, qaynoq ichimliklarni, choylarni mana hozir sovuq mavsumda ichishni yaxshi ko'rib ichadiganlarga ham tavsiya berib qolamanki, o'zingizlarga badanga yaqin temperaturada qo'yib, ozgina sovutib qo'yib, choyi ilitilgan holatda ichishingizni tavsiya berib qolaman. Yana bir yazvaga taalluqli juda ham bizani xavotirga solayotgan hozir yoshlarning yomon odati bor, bu energetik ichish. Energetika tarkibida juda ham ko'p energiya beruvchi moddalar bor.
bor. Shunga o'xshagan va askorbinoviy kislota ko'pincha ovqat yemasdan u ishtahani ham bo'g'adi-da energetik. Ovqat yemasdan o'sha energetikdan energiya olish maqsadida ichishadi va oshqozonni, shilq qavatini yallig'lantirib qo'yib yazvaga olib kelgan holatlarni ham ko'rdik. Energetikka o'xshagan boshqa shirin gazli ichimliklar ham haddan tashqari ko'p miqdorda. U bir stakan haqida gapirmayapman. Bor insonlar kuniga 1,5 litrgacha shu shirin gazli ichimliklarni, o'sha kola, fantaga o'xshagan ichimliklarni ichib yurishadi. Ular ham baribir ham oshqozon, shilq qavatimizni yallig'lanib, menga kelgan bemorlarning orasida yazvaga olib kelgan asosiy sabablardan biri bu keladi. Sog'lig'inglarni ehtiyot qilinglar, oshqozoninglarni ehtiyot qilinglar. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshagan yuqorida aytib o'tganimdek simptomlar yoki bo'lmasam shikoyatlar kuzatilsa, albatta Hilol Gospital gastroenterolog qabuliga keling va quyidagi ko'rsatilgan raqamlarga telefon qiling, yoziling. Yarani vaqtida aniqlab davolang. Asoratgacha olib kelmanglar.